Agata Kristi. Ular 10 ta edi. Birinchi bob. Kashandalar uchun mo'ljallangan birinchi klass vagonning bir burchagida sudya Wargrave u yaqinda iste'foga chiqdi. Sigara tutatgancha Times'dagi siyosiy xabarlarni ko'zdan kechirardi. Ko'p o'tmay gazetani chetga surib, oynadan qaradi. Poyezd Somersetdan o'tib borardi. Sudya xayolan chamalab ko'rdi. Yana 2 soat yo'l bosish kerak. Yo'l bo'yi Zanjilar oroli haqida gazetalarda yozilgan gaplarni qayta-qayta eslab chiqdi. Uni avval amerikalik millioner, ishtiyoqmand yaxtachi sotib olgan. Tez orada devon qirg'og'idan uncha olis bo'lmagan ushbu orolda zamonaviy usulda qurilgan hashamatli uy qad rostladi. Biroq ne nadomatki millioner uchun yangi ovunchoq bo'lmish 3-xotinining kema chayqalishiga tobi yo'q ekan. Shu bois millioner uni ham, orolni ham bahridan o'tishga majbur bo'ldi. Qarabsizki, gazetalarda g'oyat jozibador ta'rif va tavsiflar bilan orol sotilishi haqida e'lon paydo bo'ldi. Keyin orolni allaqanday janob Onim sotib olgani haqida xabar tarqaldi. Shundan so'ng gazeta xronikachilarining boy tasavvuri ishga tushib ketdi. Aslida Zanjilar orolini Gollivud kino yulduzi Miss Gabriella Tiorol sotib olgan. Bir necha oyni o'sha yerda xotirjam, ya'ni muxbirlar u oldi qochdi shov-shuvlardan yiroqda o'tkazmoqchi. BZB nazokat bilan shama qildi. Orol qirollik oilasining yozgi qarorgohi bo'ladi. Janob Meriwether qulog'iga bundan-da ajib gaplar chalinibdi. Go'yoki orolni yosh Lord El sotib olgan va nihoyat u ham Kupidon qurboniga aylanib, endi asal oyini shu orolda o'tkazishni niyat qilmoqda. Jonesga aniq-tiniq ma'lum edi. O'ta maxfiy tajribalar o'tkazish maqsadida orolni harbiy flot boshqarmasi sotib olgan. Darhaqiqat, Zanjilar oroli gazeta sahifalaridan tushmas edi. Sudya Wargrave cho'ntagidan xatni oldi. Bunchalik xunuk dastxatni o'qish amri mahol bo'lsa-da, aji-buji yozuvlar orasida aniq yozilgan jumlalar ham ko'zga tashlanardi. Qimmatli Lawrence, 100 yildan beri bilinmay ketdingiz. Zanjilar oroliga albatta keling. Maftunkor joy. Gaplashadigan gap ko'p, yoqimli xotiralar, tabiat qo'ynida bo'lamiz. Oftobda toblanamiz. 12:40 Paddington vokzalidan. Sizni Oak Bridge'da kutib olaman. Xat oxiriga jimjimador imzo qo'yilgan. Doimo intizor, Konstansiya Calmington. Sudya Wargrave xayolida o'tmish xotiralarini jonlantirib, Lady Konstansiya Calmingtonni oxirgi marta qachon ko'rganini eslashga urindi. Chamasi 7 yil avval, agar 8 yil bo'lmasa. O'shanda u oftobda toblanish, tabiat va haqiqiy erkak qo'ynida bo'lish uchun Italiyaga jo'nab ketgandi. Shundan so'ng Suriyaga ko'chib o'tgan. U yerda yana ham jazirama quyoshda toblanib, yovvoyi tabiat va badaviylar bilan tillashishni maqsad qilgan. Orol sotib olish, deb o'yladi sudya. Sirli hayot qo'ynida yashash Konstansiya Calmington fe'l-atvoriga tamomila mos tushadi. Sudya mamnun bosh irg'adi. Ayni paytda o'zidan xursand edi. Har doimgidek nishonga bexato urdi. Keyin ko'zi ilinib, bir maromda chayqala boshladi. Vera Clayton, u 3-klassda ketayotgandi. O'rindiq suyanchig'iga o'zini tashlab, ko'zini yumdi. Vagonda undan bo'lak yana 5 ta yo'lovchi bor edi. Bugun poyezdning ichi o'lgudek issiq. Birmuncha vaqt bo'lsa ham dengizda yashash qanday yoqimli. Yo'q, ish borasida omadi chopishini sira kutmagandi. Yozda ish qidirsang, nuqul bolalar ichida o'ralashib yurishga to'g'ri kelardi. Kotibalikka joylashib olish deyarli ilojsiz narsa. Hatto agentlik orqali ham. Birdan xat oldi. Menga sizni ishbilarmon ayollar agentligi tavsiya qildi. Adashmayotgan bo'lsam, ular sizni yaxshi bilishadi. Qancha maosh olmoqchi ekaningizni ayting. Oldindan barchasiga roziman. 8-avgustdan boshlab xizmat burchingizni bajarishga kirishasiz. Poyezd 12:40 da Paddington vokzalidan jo'nab ketadi. Sizni Oak Bridge bekatida kutib olishadi. Yo'l xarajati uchun 5 funt qo'shib jo'natyapman. Samimiyat ila Anna Nancy Onim. Yuqoriga manzil yozib qo'yilgan. Zanjilar oroli, Sticklehaven, Devon. Zanjilar oroli. Keyingi paytlarda gazetalar faqat shu haqda yozishyapti. Muxbirlar tagdor luqmalar tashlab ajabtovur mishmishlarni urchitishardi. Aftidan hammasini ham rost deb bo'lmasdi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'sha uyni millioner qurdirgan. Va aytishganidek, u yerdagi dabdabadan har kimning aqli shoshadi. Yaqinda tugagan semestr tufayli hiyla toliqqan Vera Clayton O'rtamiyona maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lish nimaligi yolg'iz Xudoga ayon. Qaniydi birorta tuzukroq maktabdan ish topa olsam, deb o'yladi. Bu o'ydan ichi zil ketsa-da, o'zini o'zi koyiy boshladi. Yo'q, omadim keldi aslida. Agar ishing tergovda bo'lsa, oxir-oqibat seni hatto oqlab yuborishganda ham gardaningda bir umrlik tog' qoladi.
Keyin tergovchi o'z xulosasida undagi dadillik va jasurlikni alohida qayd qilib o'tgani esiga tushdi. Ha, tergov yaxshi o'tdi. Bundan ortig'ini kutib bo'lmasdi. Hamilton xonim ham unga juda mehribonlik qildi. Agar Hugo bo'lmagandami? Yo'q, endi Hugo haqida o'ylamaydi. Betoqat issiqqa qaramay eti jimirlab ketdi. Dengizga borayotganidan afsuslandi. Ko'z o'ngida tanish manzara paydo bo'ldi. Sirli qoya tomon suzib ketyapti. Boshi goh suv yuzida paydo bo'ladi, goh ko'rinmay qoladi. Paydo bo'ladi, ko'rinmay qoladi. Ko'rinmay qoladi, yana paydo bo'ladi. U ortidan suza boshladi. To'lqinlarni osonlikcha kesib o'tyapti. Qo'l harakatlari odatdagidek, lekin yaxshi biladi, ulgurmasligini, juda ham yaxshi biladi. Dengiz, iliq moviy to'lqinlar, issiq qumda soatlab yotish va Hugo. Uning aytishicha hammadan ham yo'q, Hugo haqida o'ylash mumkin emas. U ko'zini ochib qarshisida o'tirgan baland bo'yli, oftobda qoraygan, moviy ko'z, to'rdoq lablari burishgan erkakka norozi qiyofada ko'z tashladi. Bahs bo'ylashim mumkin. Butun umri sargardon o'tgan, ko'pni ko'rgan odamligi aniq. Ro'parasida o'tirgan qiz haqida tasavvur hosil qilish uchun Filip Lombardga bir qarashning o'zi kifoya qildi. Chiroylikkina, lekin ko'zlarida o'qituvchilarga xos nimadir bor, sovuqqon. Hayotda ham, sevgi muhabbat borasida ham o'zini xafa qildirib qo'ymasligi shubhasiz. Bir omadini sinab ko'rsam ekan. Shuni o'ylarkan birdan qoshlarini chimirdi. Yo'q, hozir bunga vaqt qayda? Oldinda ish kutib turibdi. Butun e'tiborni shunga qaratish kerak. Qiziq. Qanaqa ish kutib turgan ekan-a? Morris vaziyatni chigallashtirdi. O'zingizga havola, kapitan Lombard. Xohlamasangiz voz keching. Filip o'ychan so'z qotdi. 100 giney taklif qilyapsizmi? Buni shunchalik beparvo aytdiki, go'yo u uchun 100 giney arzimagan chaqadek. Naq 100 giney-a? Axir hozir tushlik qilgani ham puli yo'q. Baribir Morrisni alday olmagan chiqar. Uni pul masalasida alday olmaysan. Unaqa odam emas. Yer tagida ilon qimirlasa bo'ladi. Boshqa hech narsa ayta olmaysizmi? Xuddi shunday beparvo ohangda davom etdi u. Janob Isaac Morris siyqa boshini keskin chayqab qo'ydi. Yo'q, janob Lombard. Shu bilgan gapimga nuqta qo'yaman. Xatarli ishlarda sizga hech kim teng kela olmasligi mijozimga ma'lum. Sizga 100 giney berib qo'yishni topshirishdi. Evaziga siz devondagi Stickle Havenga borishingiz lozim. Unga eng yaqin stansiya Oak Bridge. O'sha yerda sizni kutib olishadi va mashinada Stickle Havenga yetkazishadi. U yerdan motorli qayiqda Zanjilar oroliga suzib ketasiz. Orolda esa mijozim ixtiyoriga o'tasiz. Ko'pgami? Atigi shuni so'radi Lombard. Ko'pi bilan bir haftaga. Mo'ylovidan yurgancha kapitan Lombard dedi. Noqonuniy ishlarga toqat qilolmasligimni bilsangiz kerak. Shu jumlani aytarkan suhbatdoshiga shubhali qarab qo'ydi. Qalin lablarida nim tabassum ko'rinsa-da, janob Morris mutlaqo jiddiy javob berdi. Agar sizga noqonuniy nimadir taklif qilishsa, rad qilishga to'liq haqqingiz bor albatta. Keyin jilmayib qo'ydi. Voy Gustox. Shunday jilmaydiki, go'yo Lombard o'tmishda umuman qonun jonkuyari bo'lmaganini bilib turgandek. Lombard ham iljayishdan o'zini tiya olmadi. Albatta 1-2 marta qo'lga tushishiga sal qolgandi, lekin unga hammasi qo'l kelardi. Uni deyarli hech narsa to'xtata olmasdi. Xuddi shunday, deyarli hech narsa. Aftidan Zanjilar orolida ham zerikib qolmaydi. Miss Brent, u chekmaydiganlar uchun vagonda ketib borardi. Go'yo tayoq yutgandek tik o'tirar. O'ziga erk berish unga tamomila yot edi. Yoshi 65 dan oshgan, zamonaviy beboshliklarni ma'qullamasdi. Otasi eski polkovnik gavdani qanday tutishga hammadan ko'p e'tibor qaratardi. Zamonaviy yoshlar o'ta ketgan tartibsiz, g'alati qiliqlarga ko'z tashlasang bas. Umuman olganda bir qarashda tushunarli. O'zidagi taqvodorlik va mustahkam irodadan mamnunlik hissi Miss Emily Brentga odamlar bilan liq to'la 3-klass vagonda ketish noqulayliklari va dimiqqan havo haqida o'ylamaslikka ko'maklashardi. Hozir hamma o'ziga erk bergan. Tishni faqat og'riqsiz sug'urishadi. Uyqusizlikdan har xil uyqu dori yutishadi. Faqat yumshoq kursilarda yoki qo'ltiqqa yostiq tiqib o'tirishadi. Yosh qizlar esa xudo biladi qanaqa kiyimda yurishibdi. Korset taqishmay qo'ygan. Yozda bo'lsa uzun yarim yalang'och plyajda yotishadi. Miss Brent lablarini qimtidi. Muayyan doira odamlari o'zini qanday tutishi lozimligini o'z misolida ko'rsatib bergisi kelardi. Yodiga o'tgan yoz tushdi. Yo'q. Bu yil hammasi butunlay boshqacha bo'ladi. Zanjilar oroli. Keyin ko'p o'qiyverganidan yod bo'lib ketgan xatni yana ko'z oldiga keltirdi. Qadrli Miss Brent, meni hali ham unutmagansiz degan umiddaman. Bir necha yil avval avgustda Belhaven pensionida birga yashagandik. O'rtamizda umumiy jihatlar juda ko'pdek tuyulgandi menga o'shanda. Endi Devon sohili yaqinidagi orolchada xususiy pensionat ochyapman. Menimcha, u asl taomlarga boy, yangi urf bo'lgan ermaklardan yiroq pension uchun juda mos tushadi.
Qisqasi, siz kabi osuda hayot va nazokatni odat qilgan eski maktab odamlari uchun pansion. Bu yerda yarim yalang'och yoshlar ham, qoq tunda orombuzar grammofonlar ham bo'lmaydi. Yozda Zanjilar orolida dam olishga imkon topolsangiz, juda xursand bo'lardim. Albatta, aziz mehmonim sifatida mutlaqo bepul. Sizga avgust ma'qul keladimi? Aytaylik 8-sanadan boshlab. Samimiyat ila A.N. Baribir ismi nima edi-ya? Imzosi ham juda taajjub. Hozir hamma naridan beri qo'l qo'yishga o'tgan. Emily Brentning zardasi qaynadi. U Belxevenda uchratgan odamlarni birma-bir xayoliga keltirdi. Surunkasiga 2 yozni o'sha yerda o'tkazgandi. U yerda haligi yoqimtoy keksa ayol yashardi. Missis aytgancha, familiyasi nima edi-ya? Otasi ruhoniy bo'lgan. Yana u yerda Miss Olton yoki Oden bilan tanishgan. Yo'q, familiyasi Onon edi. Ha, albatta Onon. Zanjilar oroli. Gazetalarda Zanjilar oroli haqida ko'p yozishdi. Avval allaqanday kino yulduzgami, amerikalik millionergami qarashli bo'lgan ekan. Albatta ko'pincha bunaqa orollar suv tekinga sotiladi. Har kim ham orol sotib olishni xohlamaydi. Dastlab orolda yashash haqiqiy sarguzashtdek tuyuladi. U yerga joylashib olgandan keyin shunaqa dahmazalarga duch kelasanki, undan tezroq qutulsam-edi deya orzu qilishga tushasan. Nima bo'lgan taqdirda ham deb o'yladi Emily Brent. Men uchun bepul dam olish kafolatlangan. Ayniqsa hozir moddiy ahvoli tang bo'lib turgan bir paytda pulni tejab qolish imkonini qo'ldan chiqarmaydi. Axir tuzukroq dividend ham to'lashmayapti. Afsus, o'sha missis haqida deyarli hech narsani eslay olmayapti. Onon xonim deganlari balki yoshgina qizdir. General MacArthur oynadan ko'z tashladi. Poyezd Exeterga yaqinlashib qolgandi. General o'sha yerda boshqa poyezdga o'tishi kerak. Temir yo'llar ilon-izi bo'lgani yetmagandek, poyezdning toshbaqa tezligidan har qanday odamning qoni qaynab ketadi. Axir, to'g'ri yurilsa Zanjilar oroli qo'l uzatsa yetgulik joyda. O'sha onim kimligini baribir tushuna olmadi. Aftidan Floyd Legard bilan Johnny Dyerning og'aynisi bo'lsa kerak. Harbiydagi eski do'stlar to'planamiz. Qadrdon davrlar haqida gaplashishim kelyapti. Nima derdi? Qadrdon davrlar haqida o'zi ham bajonidil gaplashadi. Unga go'yo keyingi yillarda eski do'stlari o'zini chetga olib qochayotgandek tuyulardi. Hammasi o'sha la'nat mishmishlar tufayli. Qarang-a, axir oradan oz emas, ko'p emas, naq 30 yil o'tgan bo'lsa. Albatta, Armitage valaqlab qo'ygan degan xulosaga keldi. Surbet ko'ppak. Xo'sh, u nimani ham bilardi? Ha mayli, o'ylab o'tirishga arzimaydi bu. Bundan tashqari faqat o'zgagina, goh bu og'aynisi olayib qarayotgandek tuyulyapti xolos. O'sha Zanjilar oroli qanaqaligini ko'rish ham qiziq. U haqda qancha mishmish tarqalmadi. Aftidan uni harbiy flot, harbiy vazirlik yoki harbiy havo kuchlari sotib olgani haqida ovozalar unchalik ham haqiqatdan yiroq emas. Oroldagi uyni amerikalik yosh millioner Elmer Robson qurdirgan. Aytishlaricha buning uchun bir dunyo pul sarflagan. Shunday ekan u yerdagi dabdaba chinakamiga shohona. Exeter, yana 1 soat poyezdda yurish kerak. Har qanaqasiga bardosh etmaydi. Qani edi tezroq yursak. Dr. Armstrong Salisbury tekisligi bo'ylab o'z Morrisida ketib borardi. Tinkasi quridi. Muvaffaqiyatning o'ziga yarasha azobi ham bor. Harley Streetdagi hashamatli xonasida zamonaviy apparaturalar qurshovida oppoq libosga burkangancha kunni tungi ulab, oldinda nima kutib turganini bilmay muvaffaqiyatmi yoki aksincha deya yurak hovuchlab o'tirgan damlar o'tdi ketdi. Muvaffaqiyat qozondi, tolei baland ekan. Chunonchi omadning bir o'zi kamlik qiladi. Yana yaxshi mutaxassis bo'lish ham kerak. U o'z ishini bilardi, lekin muvaffaqiyat uchun bu yetarli emas. Yana omad kulib boqish ham kerak. Unga omad kuldi. Aniq tashxis, bir ikkita minnatdor bemor. Yana kimlarding? Badavlat va jamiyatda martabali ayollar. Qarabsizki, u haqda gapira boshlashdi. Armstrongga uchrab ko'ring. Yosh bo'lsa ham shunaqa bilimdon. Masalan, Pemni oling. Kimlarda davolanmadi deysiz? Yillab, gapimni eshityapsizmi? Yillab davolandi. Faqat Armstrong unga nima bo'lganini bir qarashda darrov tushundi. Shu ishlar yurishib ketdi. Dr. Armstrong taniqli shifokorga aylandi. Endi kunlari daqiqama-daqiqa taqsimlab qo'yilgan. Shuning uchunmi bugungi farahbaxsh avgust tongida ko'ngli tog'dek ko'tarildi. Axir Londonni tark etib bir necha kunni devon qirg'og'idagi orolda o'tkazish uchun jo'nab ketyapti. Albatta, buni ham to'laqonli dam olish deb bo'lmasdi. Maktub g'oyat mujmal jumlalar bilan bitilgan bo'lsa-da, unga ilova qilingan chek har qanday shubhani tumandek tarqatib yuborardi. Aql bovar qilmas xizmat haqi. O'sha onimlarda pul achib yotgan bo'lsa kerak. Aftidan rafiqasi salomatligidan qattiq tashvishda, lekin uni bezovta qilmay ahvol qandayligini bilmoqchi. Ayol esa hech qachon shifokorga ko'rinishni xohlamaydi. Shunday asab bilan o'rgildim bunaqa asablardan. Doktorning qoshlari chimirildi. O'rgildim. Bu ayollar u ulardagi asablardan.
Lekin nimayam derdi, ayollardagi injiqlik unga faqat foyda keltirdi. Uni yo'qlab kelgan ayollarning teng yarmi hech qanday kasal emasdi. Shunchaki zerikkandan o'zlarini kasalga chiqarishadi. Lekin bu haqda bir og'iz aytib ko'rchi va nihoyat u yoki bu nag'mani qidirib topish qiyinmi? Sizda qandaydir uzunroq ilmiyatimi? Biroz me'yorda emas, hech qanday jiddiy muammo yo'q, ammo davolanib olishingiz kerak. Davolanish eng oson. Axir tibbiyotda ko'pincha ishonch davolaydi. Doktor Armstrong esa o'z ishida nimanidir bilar, umid bag'ishlash va tasalli berishda esa oldiga hech kim tusholmasdi. Baxtiga o'sha voqeadan so'ng qachon bo'lgandi o'zi? Yo'q, allaqachon 15 yil bo'ldi. O'zini qo'lga ola bildi. Chinakam mo'jiza tufayli qutulib qoldi. O'shanda birdan cho'chib qolgandi, biroq ruhiy iztirob irodasini namoyon qilishga majbur qildi. Ertasi kuniyoq ichishni tashladi. O'shanda qutulib qolgani rostdan ham mo'jiza bo'lgandi. Quloqni qomatga keltiruvchi avtomobil signalidan seskanib tushdi. Yonidan soatiga kamida 130 km tezlikda bahaybat Super Sporty Dalmen g'izillab o'tib ketdi. Doktor Armstrong to'siqqa urilib ketay dedi. Yo'lda o'pkasini qo'ltiqlab yuradigan kallavaram yoshlardan biri bo'lsa kerak. Shunchalik joniga tegib ketishdi. Axir mo'jiza tufayli omon qoldi. Bu gal ham jin ursin o'sha galvarsini. Toni Marston mashinasini chinqirtirgancha Misa qishloqchasidan o'tib borarkan o'zicha o'ylardi. Bunaqa shaldiroq arabani qayerdan olishadi? Toshbaqaga o'xshab sudralishadi. Eng yomoni yo'l berish u yoqda tursin, albatta yo'lning o'rtasidan yurish kerak. Bizning yo'llarda yurish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'ya olmaysan. Fransiyada bo'lsa boshqa gap. Shu yerda to'xtab tomoq qo'llab olsam ekan yoki ketaversinmi? Vaqt degani bemalol. Atigi 150 chaqirim yo'l qoldi xolos. Mayli, zanjabilli limonad qo'shilgan jin ichib oladi. Axir bunaqa issiqqa odam zoti chidamaydi. Menimcha ob-havo pand bermasa Orolchada miriqib dam olish mumkin bo'ladi. Qiziq, o'sha uning qanaqa odam ekan o'zi? Ko'rmaganning ko'rgani qo'rsin xilidan bo'lsa kerak. Pulini qayoqqa sarflashni bilmay boshi qotyapti. Malla bunaqa odamlarning darrovsini oladi. Hada, dangalni aytganda boshqa nima ham qilsin bechora. Axir o'zining sariq chaqasi ham yo'q bo'lsa, ichkilik borasida ziqna bo'lishmasa bas. Holbuki bunaqa zo'raki boylardan har narsani kutsa bo'ladi. Afsus, orolni Gabriella Tiorl sotib olgani haqida mishmishlar rost bo'lib chiqmadi. Kino yulduzlar orasida o'ralashib yurishga jon derdi. Na iloj, u yerda baribir ofatijon qizlar bo'ladi deb umid qilishdan o'zga chorasi yo'q. Marston mehmonxonada ko'p qolib ketmadi. Tashqariga chiqib kelishdi, esnadi. Bulutsiz ko'm-ko'k osmonga bir qarab qo'ydi va dalmenga o'tirdi. Raso qaddi qomat, baland bo'yi, jingalak soch, oftob qoraytirgan yuzda chaqnab turgan moviy ko'zlar har qanday qizu juvon e'tiborini o'ziga tortardi. U akseleratorni qattiq bosdi. Motor o'kirib, avtomobil tor ko'chada yeldek ucha boshladi. Qariyalar va hatto tashuvchi yigitchalar shosha-pisha o'zini chetga olishdi. Ko'cha bolalari esa hayrat to'la nigoh bilan mashina ortidan qarab qolishdi. Antoni Marston g'olibona yurishini davom ettirdi. Janob Blor sekin yuradigan poyezdda Plymouthdan kelardi. Kupeda undan bo'lak atiga yana bitta yo'lovchi bor edi. Ichaverganidan ko'zlari xira tortgan dengizchi chol. To'g'rirog'i hozir u mudroq uyquda edi. Janob Blor hafsala bilan yon daftarchasiga nimandir yozardi. Mana ularning bari, deb o'zicha g'udrandi. Emily Brent, Vera Clayton, Dr. Armstrong, Antoni Marston, eski sudya Wargrave, Philip Lombard, Muqaddas Mixail va Georgiy nishoni. Yana jangovar xizmatlari uchun ordeni nishondori general MacArthur, ikkita xizmatkor, janob Rogers va xotini. Keyin yon daftarchani yopib cho'ntagiga solib qo'ydi. Ko'z qiri bilan burchakka suyanib olgan dengizchiga qarab qo'ydi. Bo'kkuncha ichgan. Omon bo'le, taxmin qildi janob Blor. So'ngra hamma ishni tartib bilan yana bir karra xayoldan o'tkazdi. Menimcha qiyin ish emas deb o'ylardi u. Ortiqcha tashvish bo'lmaydi. Ko'rinishim ham aynan shu bob. U o'rnidan turdi, o'zini sinchiklab oynaga soldi. Ko'zguda tashqi ko'rinishi o'rtamiyona bir odam aks etib turardi. Ma'nosiz ko'k ko'zlar, ingichka mo'ylov. Bu qiyofada qandaydir harbiy ruh bor edi. Hatto mayor deb o'ylash mumkin, dedi o'z aksiga qarab. Aytgancha, jin ursin. Axir u yerda anavi general ham bo'ladi-ku. Kimligimni darrov fosh qiladi. Janubiy Afrika. Menga aynan shu kerak. Ulardan hech kim u yerga bormagan. Men bo'lsam hozirgina sayyohlik agentligining ma'lumotnomasini o'qib chiqdim. Bu haqda suhbatni bemalol qizdiraman. Baxtimga mustamlaka aholisi duch kelgan ish bilan shug'ullanaveradi. Shunday ekan o'zimni Janubiy Afrikalik korchalon deb tanishtirganim ma'qul. Sanjilar oroli, elas-elas xotirlaydi. Hali bola paytida u yerga borishgandi. Sohildan 2 chaqirim naridagi badbo'y qoya, baliqchi qushlar axlatxonasi. Tashqi ko'rinishi labi do'rdagan odamni eslatib yuborgani uchun orolni shunday deb atashgan. Shunaqa orolda uy qurish ta'jjub ermak.
Yomon ob-havoda u yerda umuman yashab bo'lmaydi. Qolaversa, millionerlarda qanaqa tantiqliklar bo'lmaydi deysiz. Burchakdagi chol uyg'ondi. Dengizda nima bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydi. Mutlaqo haqsiz. Oldindan hech narsani bilib bo'lmaydi, ma'qulladi janob Blor. Chol bir-ikki tomoq qirdi va g'amgin ohangda dedi: "Dovul boshlanadi." "Yo'q, birodar", dedi Blor. "Havo ajoyib. Men bo'lsa hademay dovul boshlanadi deyapman." Jahli chiqdi cholni. "Buni oldindan bilaman." "Balki haqdirsiz", murosasiz rozi bo'ldi janob Blor. Poyezd to'xtadi. Chol chayqalgancha o'rnidan turdi. "Shu yerda tushaman", dedi u va eshikni tortdi, lekin ochishga kuchi yetmadi. Janob Blor yordam berishga shoshildi. Chol eshik oldida to'xtadi. Qo'lini tantanavor ko'tarib, xira tortgan ko'zlarini qisib qo'ydi. "Poklan va tavba qil", dedi u. "Poklan va tavba qil, jazo kuni yaqin." Keyin perronga gursillab quladi. Yerda yalpayib o'tarkan, ortiga qayrildi va janob Blorga xitob qildi. "Sizga aytyapman, yigitcha, jazo kuni yaqin." Unga atalgan jazo kuni menikidan oldinroq yetib kelsa kerak deb o'yladi janob Blor o'z joyiga qaytarkan. Keyinchalik qattiq adashgani ma'lum bo'ldi. Ushbu audio kitobning to'liq versiyasini sotib olish orqali ijodimizni qo'llab-quvvatlang. Kommentariyadagi link orqali Telegramdan bizga bog'laning.